Faqat o'qiysizmi yo ishlaysizmi? O'qiyman ham ishlayman ham aka. Nima ish qilasiz? Kuxnyada, sushida. Sushida. Sir bo'lmasa qancha pul topasiz oyiga? 1300-1400 so'm. Qanchadan beri Latviyadasiz va yoshingiz nechida? Yoshim 20 da aka, 2022-yil kelganman. Nima maqsadda Latviyaga kelgansiz? O'qishga kelganman, bu sizni orqali. Erta universitetiga. Nima uchun aynan Latviyani tanladingiz o'qish? Latviya menimcha Yevropada eng arzoni o'qishga ham, kontraktlarga ham. Kontrakt uchun qancha to'lagansiz? Kontraktga 2100 yevro. Endi u paytda arzon bo'lgan. Paytlar arzon. Hozir 2900 mi? Ha, hozir ancha qimmat, 3000 dan oshib ketdi. Faqat o'qiysizmi yo ishlaysizmi? O'qiyman ham ishlayman ham aka. Nima ish qilasiz? Kuxnyada, sushida. Sushida. Sir bo'lmasa qancha pul topasiz oyiga? 1300-1400 o'rtacha. Oylik xarajatingiz? 400-500. 405. Ertu universitetini plus tarafini va minus tarafini ayting. Bitta plus, bitta minus taraf. Men hozirda minusini ko'rmadim. Ba'zi bolalar keldi, qiynaldi. O'qish qiyin. O'qish qiyin, lekin haqiqatdan o'qisa bilinmaydi. Siz uchun qiyin bo'lmadi? Yo'q, sredniy o'rtacha. Yaxshi taraf? Yaxshi tarafi top mingtalikda. Diplomi yaxshi. Diplom bilan problem bo'lmaydi. Talabalarga, kelmoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? Kelmoqchi bo'lgan talabalarga avvalambor konkret maqsadni qo'yib yoniga keyin kelishni tavsiya qilardim. Rahmat katta.